Assalomu alaykum. Navo telekanalining qadrdon muxlislari. Badiiy kengash loyihasi yana efirda. Jon diyorimizga fasllar kelinchagi bo'lmish bahor fasli kirib keldi. Bahor yangilanish va mazkur faslda juda ko'plab bayramlar nishonlanadi va ular orasidagi eng sarasi bu albatta 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni. Shu munosabat bilan bugungi dasturimizni aynan opa-singillarimiz, ayniqsa onajonlarimizni tarannum etishni joiz deb bildik va onalar haqida kuylangan eng sara kuy qo'shiqlarida tashkil topgan ijod namunasini bugun biz mutaxassislarimiz bilan birgalikda elimiz ardog'idagi sevimli ijodkorlar boshchiligida tahlil qilishga harakat qilamiz. Eslatib o'tamiz, barcha fikrlar bu albatta ijodkorlarimizni, mutaxassislarimizni shaxsiy qarashlari, shaxsiy fikrlari bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli mutaxassislarimiz, xush kelibsiz. Lobar ayollarimizni muhabbat opa, Mavlud opa sizlarni kelayotgan bayram bilan tabriklashga ijozat bergaysiz. Har doim shunaqa go'zal, hamisha yosh va betakror bo'lib yetishingizga tilakdoshmiz. Rahmat. Tashrifingizdan boshimiz ko'kka yetdi. Ona, dunyoning birinchi ovozi. Biz har qancha erkalik qilsak ham, bizni doim erkalab, mehrni hech ham ayamaydigan zotdir. Farzandiga hech qanday vaziyatda, garki u qoqilsa ham yoki ko'nglini ortsa ham bag'rini yopmaydigan yagona zot bu ona hisoblanadi va onalar haqida kuylangan qo'shiqlarning ilki Nilufar Usmonova. Estradamiz guli Nilufar Usmonovaning Onam deb nomlangan qo'shig'i bor va aynan mazkur qo'shiq ishlangan klipni birgalikda tomosha qilamiz va ballar yozib borish, qayd etish yodingizdan chiqmasin, o'z yo'nalishingizdan kelib chiqqan holda. Demak, tinglaymiz, tomosha qilamiz. Sizlarni ko'rib, hayotimdagi voqealar esimga tushib ketdi. Menga oq sut bergan, qalbi yuksak onam bor edilar. Ular hatto men uchun vatandan tashqariga ketishga ham rozi bo'ldilar. Yuzimga nur sochgan quyoshim onam, qalbimga dur sochgan quvonchim onam. Dard cheksam bolam deb boshimni silab, yonimda kulib keyin yig'lagan onam. To'ydim tashvishlardan, g'iybat mishmishlardan, yuring aylanamiz, olib beray zo'r mollardan. To'ydim yolg'onlardan, soxta insonlardan, bor bo'lsangiz bas kechdim bu yolg'on dunyolardan. Farzand bo'lib seza olmadim, bolamga men mehr berib sizdek ona bo'la olmadim. Qancha tikan bosib o'tgan izlaringiz bosolmadim ona. Sizdek bo'la olmadim ona. Kim yana kimdan uzar, oyog'ingni chalib uzar. Jim qaraysan atrofingga, do'sting kulib sendan uzar. O'rningizni bosolmaydi hech kim. Mehribonim onam. To'ydim tashvishlardan, ay shu ishratlardan, yuring aylanamiz, olib beray zo'r mollardan. To'ydim yolg'onlardan, soxta insonlardan, bor bo'lsangiz bas kechdim bu yolg'on dunyolardan.
Hayot qiziq ekan. Kimdir onani xor qilar ekan, kimdir yo'qotgani uchun bir umr azoblanar ekan. Mana shu ro'molni haliyam saqlab kelyapman. Oyi. Sog'inchlardan sarg'ayib, ko'zlariga yosh yig'ib, bir bechora, bir g'arib meni kutgan onam bor. Onam bor. Onam. Demak, birinchi qo'shiq ishlangan klipimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun nisbatan nazarimda, hurmatli mutaxassislarimiz, baholash, tahlil qilish osonroq bo'ladi, chunki aynan ona mavzusiga qaratilgan barchasi uchalasi ham. Uning keyingi ijrochisi esa xushovoz xonanda Dilnoz Hakimova, Musofirgina onam. Marhamat. Ertaga oyimlarning tug'ilgan kunlari. Shu to'y bo'lmaganda ketmasmidilar? Agar seni kontrakting bo'lmaganda ham ketmagan bo'lardilar. Olisdagi yagona mushti parimjon onam, omonmisiz, sog'misiz? Siz baxtimga bormisiz? Siz baxtimga bormisiz? O'zingizga yetmasdek mening dardim hamusdak, yana yurak qilib qon. Chidaysizmi onajon? Chidaysizmi onajon? Bugun oy chiqdi horg'in, onajonim sog'indim. Oy mama aytgin rostdan, uni ko'rasan doim. Omonmi chiroyligim? Hey, bugun oy chiqdi horg'in, onajonim sog'indim. Oy mama aytgin rostdan, uni ko'rasan doim. Omonmi chiroyligim? Hey, bugun oy. Bir kun kelib o'zim ham deyman baxtli onaman. Yo'q, chidolmam undaman. Yiroqda bo'lsa bolam, yiroqda yursa bolam. Bir kulsamu bir yig'lab, yolg'izlikdan quvonman. Tushunmasa bir olam, siz baxtimga bormisiz jon? Onajonim sog'misiz? Yiroqdadan xoginam, musofirim jon onam. Qanday chiday sog'insam, siz baxtimga bormisiz jon? Onajonim sog'misiz? Bugun oy chiqdi horg'in, onajonim sog'indim. Oy mama aytgin rostdan, uni ko'rasan doim. Omonmi chiroyligim? Hey,
o'zi shu to'yi bo'lmagani ham yaxshi bo'ldi. Onam o'z sog'liklarini ketkizib keltirgan narsalarni kamsishlariga yo'l qo'ymayman. Asosiysi onam sog'-omon qaytib keldilar. Peshonamga farzandlarini baxtini muhim ko'rgan qaynonaga kelin emas, qiz bo'lib tush nasib qilsin. Ikkinchi klip ham o'z nihoyasiga yetdi. Haqiqatdan-da onaizor tinmaydi. Farzandi o'zini-o'zi eplab, oyoqqa turgan bo'lsa ham, shu baribir bolamga bo'lsin deb o'zi yemasdan yediradi, o'zi kiymasdan kiydiradi. Va biz fursatni boy bermasdan 3-chi qo'shiqqa ishlangan klip namoyishiga o'tamiz. Uning ijrochisi esa elimiz ardog'li ijodkor Muzaffar Abduazimov. Onam kasalman demang deb nomlangan o'sha mashhur qo'shiq. Demak, tahlil qilamiz va albatta tomosha qilamiz. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrda onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, unda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ona, kim bilasizmi? Ochligidan o'lim arafasiga kelib qolsa ham eng so'nggi luqmasini, nasibasini senga bera oladigan zot. Ona, kim bilasizmi? Seni dunyoga keltirish uchun qancha azoblar, hattoki o'limga ham tik boqa olgan zot. Ona. Uchala klipni ham tomosha qildik. Aytish joiz, taronalar uchalasi ham ommalashgan, san'atkorga qancha olqish, kerak bo'lsa daromad ham olib kelgan. Lekin bugun biz mazkur uchalasini ham bir butun asar sifatida
imkoni boricha hurmatli teletomoshabinlar mutaxassislarimiz bilan, o'z ishining mohirlari, mashhurlari, professional ijodkorlarimiz bilan tahlil qilishga urinib ko'ramiz. Shunday ekan, Navo telekanalidan uzoqlashmang. Ilk tarona Nilufar Usmonova ijrosidagi Onam qo'shig'iga ishlangan. Dastavval keling Zokir aka qo'shiq borasida to'xtalsak, chunki aytib o'tganimizdek, uchala qo'shiq ham hit bo'lgan. Albatta. Qanaqa Uchala kamchiligi qo'shiq ham bor? o'zini davrida juda mashhur bo'lgan qo'shiqlar. O'zimni ijodimda men ham aranjировка qilaman, kuy bastalayman, lekin men o'zimni ijodimda shunga qarayman-da, ko'proq shu baribir bizani millatga yaqinroq bo'lsin deyman-da. Endi bu yerda Nilufarda muzikasi literal bo'lib qolgan, lekin qo'shig'ini o'zi juda zo'r, chiroyli chiqqan. Ovozi endi shakllanayotgan payt. Yoshlikdagi Nilufardan hozirgi Nilufarga o'tayotgan paytida bu. Yuksalishga bitta qadam qo'yilgan. Nilufarni o'sha kichkina ovozi o'zi yaxshi ijro etgan, his bor-da. Har bir ustozodada u ham his yaxshi, yurak, qalb yaxshi ishlaydi Nilufarda. Yuqori notalarni olgan joyi bor. Shuni ham tortib qo'yibdi-da, ya'ni. Buni o'sha ichki dunyosi, fig'oni chiqish kerak shuni. Shuni bizni eshitishimiz kerak, tomoshabin eshitish kerak. Sizlar uni kompressor bilan bo'g'ib qo'yasizlar yoki o'sha o'zini chizig'i bor. Bu balandlikdan kelish kerak, keyin avji rostagasim aytgan, jonli aytganda avji albatta balandroq bo'lishi kerak u. Yo'q, bizda o'shani avji balandroq aytadi u. Lekin bizda o'shani siqib, unda ovozini pasaytirib sal orqaga olib qo'yishadi-da. Va u juda qattiq eshitiladi, juda seziladi. Yana bu yerda haligi rejissyor sifatida aytadigan bo'lsak, o'sha ko'payib ketgan, gap so'z. Dialoglar. Lekin ijro chiroyli bo'lgan. Va sizning bahoyingiz? Meni bahoyim 4 baho qo'yamiz. Rahmat. Muhabbat opa, sizga yuzlansak. Bilasizmi? Yer yuzida shunaqangi bir qo'shiqlar borki, ularga ortiqcha ta'rif va tashbihlar kerak emas-da. Ona. Shu gapni aytgan zahotiyoq butun 18 ming olamdagi o'sha parranday darandalar bormi, hammasi baribir onaga tan beradi va ona haqidagi kuylangan qo'shiqlar hamisha go'zalligicha qolaveradi. Men Nilfarning shu qo'shig'ini birinchi eshitganimda shunaqangi yaxshi ko'rganman. Hozir ham yaxshi ko'raman. Endi sharqona onalarda baribir qarang qanaqa so'zlarni o'yinligini qarang, shunaqangi chiroyli kelyaptiki, to'ydim tashvishlardan, g'iybat mishmishlardan, shunaqangi endi odam aylanamiz, olib beray bir ro'mollardan. Qarang, o'sha ro'mol. Endi o'sha ro'molni hech bo'lmasa shu yelkasiga shunda tashab turib, o'zi bitta hidlab turib, oxirida yana anaqa qilganda bilasizmi, qanaqangi portlagan bir narsa bo'lardi-da. Baribir o'sha sharqdagi noziklik tarafdoriman. Hamisha baribir ayol kishini o'sha yelkasi yopiq bo'lgani ma'qulmi deb o'ylayman. Va aynan o'sha ona haqidagi baribir qo'shiq kuylanganda baribir sharq onalari ko'z oldimizga keladi baribir. Qo'shig'ning so'ziga e'tibor beryapman-da men. Beminnatim onam, kim kimdan o'zadi, kim kimdan qoladi. Onani bu bilan ishi yo'q-da. U faqat farzandini duosini, jonini qiladi-da. Qo'shiq zo'r, so'zlar zo'r, beminnatim onam. U ko'p bolali san'atkor ona-da. Kelinglar shu jihatni yutib, men 5 qo'yaman. 5. Ikkinchi faqat yelkasini ochib chiqmaydi. Shu shart bilan. Endi Alisher aka, bu mavzuga har kimning o'zini yondashishi bor-da. Men fikrlarga qo'shilaman, haqiqatan ham biz o'zbekona lutf albatta bo'lish kerak. Aynan bunday qo'shiqlarda kiyimlarga men qarshiman. Unaqa kiyimlarda, bunday kliplarda endi bu yerda rejissyorning ham xatosi bor. Rejissyor agar o'zini fikrida qolib, yo'q, men shu ko'ylakni kiyib chiqaman degan taqdirlarda ham yo'q, o'rtoq Nilufar Usmonova, men rejissyorman. Siz qo'shig'ingizni ochib berish meni qo'limdan, men bu kiyimingizga qarshiman deb oyog'ini tirab turib olish kerak. Rejissyor nima qildi keyin? 2-3 trek olib qo'ydi, o'sha o'tirgan joyida bitta krupniy plan, bitta umumiy plan bo'ldi. Bu yog'iga qolgan narsalarni voqelikka qurib ketgan. Ya'niki u yerda Nilufar Usmonova bo'lmasa ham voqea ketaverar ekanda. Eng yoqqani bu o'sha qizaloq bo'ldi bunga. Samimiy ko'zlar. Ana rejissyor yutug'i o'sha qizaloqni topganida bo'ldi. Samimiy ko'zlar, samimiy qarashlar menga ko'p ta'sir qilgani shu holat bo'ldi. Umuman musiqiy kompozitsiya yaxshi bo'lgan. Sintezator chalgan, lekin skripka yoki alt tovushini beryapti-da shu yerda. Orkestrovka qilganda u yerda. Ana o'sha pitsikata ham
juda ham voqelikni olib kirgan boshidan prolog deymiz-ku, muzikalniy prolog yaxshi bo'lgan. Resurs sifatida umumiy bahoyingiz onam taronasiga. To'g'ri? To'g'ri. Rahmat. Mavlud opa, ana endi sizga yuzlansak. Nilufar qo'shig'i yoqdi. Men Navo kanalini muxlisiman, doimo kliplarni ko'rib boraman Navo kanalda. Menga juda ham yoqadi kliplarni tomosha qilish. Ko'rganman klipni, endi o'sha Muhabbatxon aytib o'tdilar. Kiyimiga e'tirozim bor. Bu kiyim umuman mos tushmagan ona haqidagi klipga. Endi yoshlar bor, zamonaviy kiyim kiygan chiroyli, lekin bu klipga buni kiyish kerak emas edi. Bu endi xato, katta xato bu. Voqealar qanaqadir o'sha qizchani yo'qotib qo'yishi tushunarsiz. Birga ketishyapti-da, ro'mol tushib qoldi, qiz ro'mol olib, tamom, shundan yo'qoldi. Qanaqa qiz o'zi xohlab qolib ketdimi? Tushunarsiz bo'lib qolgan o'sha yerda. Bu bilmadim, qanaqadir xato-da bu klipni. Keyin yana bitta narsani aytaman, keyin o'sha katta qiz bo'lib maktabda dars berib o'tirganda ona kirib kelyapti. Yana o'sha ahvolda, o'sha qiynalgan ahvol, o'sha necha yil o'tdi, oradan 10 yil o'tdi, lekin o'sha qiynalgan ona yana qiynalgan ona bo'lib turibdi. Buni 10 yil o'tgandan keyin buni baxtli bo'lib, yaxshi bo'lib, baxtli bo'lib, pul topib, yaxshi bo'lib ketgan paytini ko'rsatsa bo'lmasmidi? Ona qanaqadir ishlagani ketdimi, qayergadir ketdi-ku. Balkim o'tda u ishlab, o'zini joyini topib, boshqacha kiyinib, chiroyli bo'lib qaytib kelsa yaxshiroq bo'larmidi deb o'ylab qoldim-da. O'sha 10 yil oldin ham o'sha qiynalgan ona, oxirida ham o'sha qiynalgan ona sal tushunarsiz bo'lib qolgan shu joylari. Finalda boshqacharoq o'zgarish kerak edi ona ham. Bir xil bo'lib qolgan qanaqadir. Shu tomonlari menga uncha yoqmadi. Va umumiy bahoyingiz? Ovozlari zo'r, qo'shiq musiqasi zo'r, lekin to'rt baho qo'yaman. Rahmat. Yuragingizda dardlaringiz ko'p, farzand bo'lib seza olmadim. Bolamga men mehr berib, sizdek ona bo'la olmadim. Qancha tikan bosib o'tgan, izlaringiz bosa olmadim, ona. Sizdek bo'la olmadim, ona. Ana endi esa ikkinchi taronaga o'tsak, Dilnoz Hakimova, darvoqe bu ham ancha yillar oldin kuylangan, lekin 2025-yilda 2026-yilda boshlarda ijtimoiy tarmoqlarda yana ham ommalashdi. Ko'pchilik o'z onajonisiga biror bir sovg'ani hadya qilmoqchi bo'lgan jarayonda onajonisini bag'rida o'tirgan vaqtda shu qo'shiqdan foydalanib videolar juda ko'plab ishlandi. To'xtalib o'tamiz mazkur taronaga. Zokir aka, marhamat. Aytdan foydalanib olib, ikkita go'zal, bir-biridan chiroyli ayollarimizni kelayotgan bayram bilan tabriklaymiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Yana yil shu bayramlarda ham ko'rishib yurish hammamizga nasib qilsin ilohim. Qo'shiqqa keladigan bo'lsak, musiqasi neytral bo'lgan va bu yerga endi shu satoni tovushini qo'shibdi mana. Chiroyli qilib, to'g'ri qilishgan, yaxshi joyida tushgan. Faqatgina bitta e'tirozim bor, satoni tovushini endi yaxshi sozlasha olmagan. Sal chastotalarini noto'g'ri qilib qo'ygan, o'sha quyi, yuqori chastotalarini sal bo'g'ib qo'yib, o'rta chastota ko'proq chiqib qolgan, ang'illab qolgan. E'tirozim bor, ozgina ijroga, ovoz o'ziga ham ovoz shirin. Ko'p so'zlarda muxolifat e'tibor bergan bo'lsangiz, chiroyligim, sog'indim degan joylarda sog'indim, chiroyligim deb yuborgan ekan. Muhtaram zot onalar haqida o'zbekcha qo'shiq kuylaganda men o'ylaymanki, bu yerdagilar ham o'tirganlar qo'shishar, ovoz birinchi navbatda bo'lishi kerak-da baribir. To'g'ri, eshitilyapti ovoz, to'g'ri chiqyapti, so'zlar nima deyiladi, yo'qolib qolmayapti, harflar tushib ketmayapti, lekin ovoz bo'rtib turish kerak-da. Bunga musiqalar xalaqit berish kerak emas-da, o'sha aranjirovkasi deymiz, o'sha unisi deymiz, bunisi deymiz. Hammasi to'g'ri, faqat o'sha bu ham o'sha ovoz rejissyorlarining mahoratidanmi deb o'ylayman, chunki qo'shiqdagi dinamikani kuy qo'llab-quvvatlamagan. Shuning uchun bu yo'qotishlar hisobiga necha ball oldi sizdan bu tarona? Dilnozani yaxshi ko'rganim uchun faqat 4 qo'yaman. 4 baho. Rahmat Zokir aka. Mavlud opa, marhamat. Ana endi aktyorlar ijrosiga to'xtalsangiz. Ikkita ayol o'tiribdi-da, men endi ketaman, ishga boraman dedi. Bittasi ona bola bo'lib chiqayotgan ekan, lekin ular yosh to'g'ri kelmagan ularni. Yoshgina ayol-da, bu ona bolaga o'xshamagan. Keyin o'sha professional aktyorlarni chaqira olmagan, imkon bo'lmaganmi, havaskor aktrisalardan foydalanishgan ekan. O'sha yigitlarda ham bir ikkitasi professional, bir ikkitasi havaskor. Endi u ayol o'sha maromiga yetkazib bera olmagan o'sha rolni. U mana xizmatda, chet elda xizmatda ishlayapti, unga bo'l ishini qil deb buyuryapti boshlig'i. O'sha holat gaplashmasa bo'lmaydi, lekin men bu xotinni ham gapiga kirish kerak. Ikkita o't orasida o'sha uncha yetib ijro eta olmagan aktrisa. Men yosh ona qaysi biri, bu yosh katta ona qaysi biri,
man yaxshi tushunmadim to'g'risi, man diqqat bilan ko'rdim. Mani Dilnozaga e'tirozim yo'q. Ancha yillar mehnat qilib, ancha yillar televideniyada ishlab, boshlovchi ham bo'ldi, boshqa ham bo'ldi, oxir mana chiqdi. Ovozi bor, talanti bor, mana yaxshi ko'ramiz, lekin bu klipda kamchiliklar ko'p ekan. Keyin mana 4 ta yigit o'tiribdi, kabinkada gaplashib ovqatlanib, eshik tagiga kelib Dilnoza ashula aytyapti, qanaqadir boshqa narsa o'ylab topish kerak edi. Keyin ular ta'sirlanib, hammasi onasini eslab qoldi. To'g'ri, onalar haqida klip olganda, endi onalar haqida menimcha millionta mavzu bor-da, juda ham ko'p narsalarni o'ylab topsa bo'lardi. Katta mavzularni olib chiqsa bo'lardi, qanaqadir sayozroq bo'lib qolgan. Keyin yana bitta kamchiligi, titrlar ketyapti, titrlar turkcha yozilyapti. Masalan, men turkchani tushunmayman, masalan. U xotin turkcha gapirsin, lekin titr o'zbekcha ketishi kerak, tomoshabin tushunishi uchun. Bittasida pomogите deyapti. U bo'pti, qanaqa bu pomogите? O'zi g'irt o'zbek xotinda turklarga aytyapti, pomogite deyapti. Bu yerda nima aloqasi bor rus tilini? Yordam bering deb o'zbekcha gapirsin qiynalib qolgan paytda. Bu xato-da, endi bilmadim, o'sha klip mekeri xatosi desam ham bo'ladi. Qanaqadir chuqur yondashmagan bu klipda. Va sizning bahoyingiz? Men bahoyim menga pasaytira olmayman. Men yaxshi ko'raman xonandalarni, to'g'ri. Xo'sh, Alisher aka, rejissyor nuqtai nazari sal sayozroq bo'lib qolgan, sal emas, sal ko'proq desak ham bo'ladi. O'sha lokatsiya deymiz, yana o'sha qizimizni turgan joyi tushunarsiz. Ayvon, tepa joyda turibdilar, nimaga u yerda turibdilar? Bu nima, u kimga aytyapti qo'shig'ini? Klipni qanday qilib olish kerak emaslikni ko'rsatib beryapgandek nazarimda rejissyor. Shuning uchun bu narsaga aqlingiz yetmadimi? Qo'l urmagan yaxshi. Ijro yaxshi. Qizimiz ham chiroylikkina qiz ekanlar. Albatta shaxsiy fikringiz va bal endi baribir taqdim etishingiz kerak. Endi bayram deyapmiz, men to'g'ri qo'ya qolayda. Dilnozada ham ijro san'ati zo'r. Zokir akam aytganlaridek, ovozlari shunaqa yo'lga qo'yilgan, ishlangan, sayqal berilgan ovozlar, Otabekjon. Lekin mana shu baribir televideniya uchun birlamchi tasvir, keyin badiiylik, keyin ifoda turadi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib klipni hozir men endi bularni gaplarini takrorlamoqchi emasman, chunki deyarli hamma gaplarimni aytib bo'lishdi. Nima kerak? Masalan, o'zi shunaqangi qop-qora fon, yana qop-qora fonga yana ko'm-ko'k ko'ylakni kiydirib qo'ygan. Endi so'zga e'tibor beradigan bo'lsak, qarang, bugun oy chiqdi horg'in. O'shani aytmoqchi edim, mana hattoki mana so'roq ham qilib qo'yganman, mana Alisher aka. Onajonim sog'indim. O'sha ketyapti-da. Ishoning, mana shu hozir mana shu davrada aytilayotgan har bitta gaplar bugungi san'atkor xonanda uchun, bugungi rejissyor uchun, hammasi klip mekerlar uchun juda katta maktab. O'sha horg'in deganda shu nuqta qo'yib, so'zni yeb yubormasdan, vasl hodisasi deydi, shunaqa bo'lmasdan turib, uni oxirigacha talaffuz qilish kerak. Dilnozaxon Asalim, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Xalq bu narsalarga professional tomonlarga kamroq e'tibor beradi. Ijro zo'r bo'lsa, kuy zo'r bo'lsa, ular hazm qilib ketaverishadi. Lekin bu yerdagi insonlar endi professional insonlar va biz tarafdorimiz ularni yomonlash emas. Biz ataylab bitta aybni qidirishimiz emas. Balki manguga qolayotgan paytda o'sha qo'shiqlarni o'zi ham keyinchalik Dilnoz eshitganda haqiqatdan ham Zokir akam to'g'ri aytgan ekan. O'sha yerda sog'indim bo'lib ketgan joylar bor ekan deb tan oladi. Dilnozjon, o'zim o'rgilay, rahmat. Onalar haqidagi qo'shiqlarda to'g'ri. Bugun oy chiqdi horg'in, onajonim sog'indim. Oy mama aytgan rostdan, uni ko'rasan doim. Omonmi chiroyligim, hey, bugun Muzaffar Abdazimga o'tsak endi, Zokir aka. Bu qo'shiq ham juda ommalashdi. Muzaffar ukamiz o'zini ovozi o'zbekchada, lekin negadir yana shu musiqasida o'zbekchilik yo'q-da. Gitarada chalib naqalasan shuni. Endi men aytolmayman turkcha, arabcha bo'lib qolib turib. Qochgan yerdan. Lekin o'zbekcha ham emas-da. O'zbekcha ham emas-da, neytral bo'lib qo'yadi. Aynan onalar haqida aytayotganda, bor onajon deysan-da, borib. My mother demaysan, mamichka demaysan-da, onajon deysan-da. Men o'ylayman, shu sal musiqasi ovozga tushmagan, svideniyasi yaxshi, ovozi yaxshi chiqqan, o'zi chiroyli ijro bo'lgan, yaxshi ijro bo'lgan. Faqat shu endi men o'sha har doim o'zim tushadigan nuqtam bor, shu musiqasi o'zbekcha emas. Va balimiz 4 ball.
demak to'rt baho. Bizda esa yana bir mutaxassisimiz Mavluda xonim. Menga bu qo'shiq juda ham yoqadi, chunki juda ham xalq orasida mashhur. Juda ham ko'p onalarimizni tug'ilgan kunida, to'ylarda o'tkazib shularni ettirishganini men o'zim guvohi bo'lganman. Xalq orasida juda ham mashhur va yoqimli bu qo'shiq, lekin agar klipga keladigan bo'lsak, men bu klipni aytardimki, xarajatdan qochilgan klip. Buni boyitish kerak edi, syujetlar bilan, voqealar o'ylab topib, yo'q Muzaffar chiroyli yigit, gap yo'q, chiroyli ko'rinyapti, ovozi ham zo'r, lekin klip bo'lgandan keyin bu yerda odamlarga ko'proq voqealarni ham ko'rish kerak-da odamlar. Voqealar bilan qanaqadir qiziqarliroq bo'ladi-da. Shu o'zi qanaqa? Onam kasalman demang deb turibdi. Yo'q, juda ham ma'noli, onam kasalman deb endi. Boy qo'shiqda so'zi ham, o'zi ham. Yo'q, so'zi ham, gap yo'q, musiqasiga ham menga juda ham yoqadi bu qo'shiq. Menga ta'sirlantiradi bu qo'shiq meni. Shu menga arzongina klip qilib bering degan bo'lsa kerak, klip mekin ham shunga arzongina klip qilib bergan bo'lsa kerak deb o'yladim men. Bahoyim endi Muzaffar hurmati, Muzaffar hurmati uchun 4. Alisher aka? Dramaturgiya yo'q, albatta. Har bir klipda dramaturgiya bo'lish kerak. Yig'ma kadrlar deyiladi, lekin bilasizmi, bir qulog'imda buni eshitayotgan bo'lsam, ikkinchi qulog'imda Yulduz Turdiyevani Ona men keldim degan qo'shig'i ikkinchi qulog'imda bir-biri bilan shunday bir parallel ravishda yurdi. Hozir menda kimda, sizlarda qanday bo'ldi men bilmayman. O'xshashlik, qandaydir yaqinlik bor-da. Klipga albatta ko'z yumaman. Hech qanaqa dramaturgiya yo'q, haqiqatan ham bitta yig'ma kadrlar bo'lgan, haqiqatan ham o'rtalarida o'sha utni solo chalingan, lekin bu yerda Jubush degan arablarning chalingan, lekin bitta o'sha 7 ta strunali gitarani ko'rsatyapti. Yana o'sha rejissyorlarni musiqadan xabar yo'qligi, sozlarning farqiga bormasligi deyiladi bu. O'sha gitarist qo'lida mediator ham yo'q. Lekin ohang, ijro albatta yaxshi, chiroyli bo'lgan, menga yoqadi. Va bahoyingiz garchi qiyin bo'lsa-da, lekin baholab berishingiz kerak. 3. Rahmat. Rejissyorlarning ishi uchun. Rahmat deymiz. Arina Muhabbat opa, sizga o'tsak. Ona haqidagi qo'shiqlar o'zi hamisha hamma vaqt go'zal bo'lgan. Har uchala ijodkorimizni men tabriklayman shunaqangi chiroyli asarlari bilan. Gulu rayhonim mening, joni jahonim mening. So'lib boryapman demang, ado bo'laman. Muzaffarjon, tabriklayman. Bu onalar haqidagi haqiqiy madhiya qo'shiq bo'lgan, lekin Mavluda opani gapini bar tasdiqlayman. Sababi siz yaratayotgan kliplar endi bu o'sha o'zingiz ham o'tirib ko'rgan chog'ingizda uyalmasligingiz kerak. Bitta joyda Muzaffarjon kuylayapti, ikkita sham. Bu nimaga qo'yilganini o'zim ham tushunmadim. Shuning uchun ham har bitta asar bu o'sha insonni qaytarilmas xalqqa taqdim etayotgan shoh asari. Bolasi bu. Juda katta e'tibor berish kerak shu narsalarga. Xo'sh, endi baribir o'sha gap, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Fursatdan foydalanib ruxsat bersangiz, teleekran qarshisida bizni tomosha qilayotgan jamiki onalarimizni yaqinlashib kelayotgan bayram bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Onajonlarimiz, sizlar bor dunyolar haqiqatdan ham boshqacha. Onajonlarimiz boshimizda sog' omon bo'lishsin va onasi borlar, do'ppingizni osmonga oting, chunki siz har qanday boy insondan boysiz. Xuddi shu nuqtai nazardan kelib chiqib, Muzaffarjonga o'sha shamlar yoqmagani uchun va Muzaffar buni hazm qilib olgani uchun 4. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Tashrif uchun rahmat deymiz, hurmatli mutaxassislarimiz. Mavluda opa, Muhabbat opa, sizlarni esa yana bir bora bayram bilan tabriklab qolamiz. Yana sizlarni kutamiz. Bu oxirgisi emas, yana kelasizlar. Faqat shuni va'da bersangiz. Kelishdiga. Mavluda opa, sizlarni kutib qolamiz. Zokir aka, Alisher aka, boringlarga shukr, rahmat.
Va izlarimiz ko'rsatuvimiz qoidasiga ko'ra, demak, o'zingiz guvoh bo'lganingizdek, yuqori ball to'plagan estradamiz guli Nilufar Usmonova ijrosidagi Onam taronasiga ishlangan klip yana bir bora namoyish etiladi. Biz esa sizlardan xayrlashamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Navo kanalidan uzoqlashmang. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Sizlarni ko'rib, hayotimdagi voqealar esimga tushib ketdi. Menga oq sut bergan, qalbi yuksak onam bor edilar. Ular hatto men uchun vatandan tashqariga ketishga ham rozi bo'ldilar. Yuzimga nur quyoshim onam, qalbimga dur sochgan quvonchim onam. Dard cheksam bolam deb boshimni silab, yonimda kulib keyin yig'lagan onam. To'ydim tashvishlardan, g'iybat mishmishlardan, yuring aylanamiz olib beray zo'r mollardan. To'ydim yolg'onlardan, soxta insonlardan, bor bo'lsangiz bas kechdim bu yolg'on dunyolardan. Dardlarizku farzand bo'lib seza olmadim. Bolamga men mehr berib sizdek ona bo'la olmadim. Qancha tikan bosib o'tgan izlaringiz bosolmadim ona. Sizdek bo'la olmadim ona. Kim yana kimdan uzar, oyog'ingni chalib uzar. Jim qaraysan atrofingga, do'sting kulib sendan uzar. O'rningizni bosolmaydi hech kim. Mehribonim onam. To'ydim tashvishlardan, ay shu ishratlardan. Yuring aylanamiz olib beray zo'r mollardan. To'ydim yolg'onlardan, soxta insonlardan. Bor bo'lsangiz bas kechdim bu yolg'on dunyolardan. Hayot qiziq ekan. Kimdir onani xor qilar ekan, kimdir yo'qotgani uchun bir umr azoblanar ekan. Mana shu ro'molni hali ham saqlab kelyapman. Oyi. Sog'inchlardan sarg'ayib, ko'zlariga yosh yig'ib, bir bechora, bir g'arib